Velosipedga ham xuddi shunaqa. Masalan, velosipedni eng katta baryeri deb o'ylayman, chunki velosiped o'zi qimmat. Birinchidan, bu birinchi baryeri. Ikkinchi baryeri, velosipedni har kuni ucholmaysiz. Chunki mana bugun qor, yomg'ir, bo'ldi. Velo uchishga nima yo'q. Ichkarida uchishingiz kerak. Ichkarida uchmoqchi bo'lsangiz, bir apparat sotib olishingiz kerak. U o'ziga yarasha qimmat. Siz anaqa yugurishdan shuni oyog'ingizga krossovkangizni kiyingiz, chiqib ketdingiz. Bo'ldi. Man shunaqa qarayman. Menimcha shunaqa bir yagona sportki, bu sizdan eng kam investitsiya, eng kam anaqa uzrlik va eng kam anaqa talab qiladigan, baryera talab qiladigan nimada sport. Man ko'p aytaman. Man yugurishga qiynalaman desa, bitta statistika bor. O'zbekiston, bilasizmi yoki yo'qmi? Biza yurak qon tomir kasallaliklaridan anaqa o'lish bo'yicha dunyoda top 10 talikda turamiz. O'zbekiston. Shunaqa. Yiliga 86 mingdan ziyod odam o'ladi. Bu degani kuniga taxminan 280 tadan to'g'ri kelyaptimi? Taxminan. Kuniga 280 ta odam